Farz namozlarni ado etayotganda jamoat imomga iqtido qiladi va imomning qiroati barchaga kifoya qiladi. Agar imom maxfiy, ya'ni ichida o'qisa, jamoatdagilar alohida o'zlari o'qishlari kerakmi? Kecha masjidda shom namozini o'qiyotganda 3-rakatda imom Fotiha surasini odatdagidek maxfiy o'qidi. Ammo yonimda turgan odam ham o'zi Fotiha surasini o'qiyotganini eshitib qoldim. Imomga iqtido qilgan kishiga imomning o'qiyotgani yetarli emasmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Haqiqatdan imomning qiroati muqtadiylarga, iqtido qilganlarga kifoya qiladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom imomning qiroati muqtadiylarga ham qiroatdir degan hadislariga binoan bizni Hanafiy mazhabimiz mana shunga fatvo bergan. Demak, u jahriy bo'ladimi, maxfiy bo'ladimi namozda muqtadiylar sukut saqlab qiroat qilmay turishliklari kifoya qiladi.